Rasululloh qasam ichib aytganlar. Sizni bir kishi nohaq kamsitsa, Alloh sizni aziz qilmasdan, sizni azizligingizni o'sha odamlarga ko'rsatmasdan joningizni olmaydi. Haqda sobit turaverish kerak. Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Mana shu Aliya Media dasturini kuzatib turuvchi mana shu qo'shni davlatlarimizdagi qardoshlar. Ushbu dasturda men bitta narsani aniq faktini keltirib qo'ymoqchi edim. Mana shu Qo'qonlik tabib Iqbol Soliyevni mana shu Ozarbayjon davlatida agar ko'rgan bo'lsangiz, mana shu jurnalist qilib, mana men davolayman, menga kelinglar deyapti. Uni ortidan o'zbek deyapti, Ozarbayjonda biznes ochdi deyapti. Men shu o'rinda aytmoqchiman, mana shu bizni O'zbekistonimizdagi aholini, ya'ni fuqarolarning ichida Ozarbayjonda qarindoshlari, ozarbayjonlik qarindoshlari bor, fuqarolarimiz bor. Shularga bitta iltimosim, mana shu Hayal Sulaymanga men bir narsani ochiq aytib qo'ymoqchiman. Agar mana shu Hayal Sulaymanga yetib borishligini mana shu keng mana shu tarqatib yuborsalar ham mayli edi. Kir qo'llarimizni em qilsin Allohim. Bugun hammalarga shifo bersin. Amin, amin. Hadi. Hali haral ağrıyır beden hisselerinde Allah. Buram bir dakika. Keçdi. Deyəsən keçəcək. Elə istəyirəm keçir. Bəli, əlimlə müalicə edirəm. Başınız ağrıyır dərhal. Əlimi başınıza qoyuram və başınızın ağrısı keçir. Gülməli səslənə bilər bəlkə də. Ancaq deyək ki, mən əlimlə müalicə elədiyimi iddia edirəm. İnanarsınız mənə, yanıma gələrsiniz pasiyent kimi, həkim olaraq. Mənim yanıma gələrsiniz, mən həkim olsam. İddia eləsəm ki, belə bir prosedur icra edirəm. Elə bir sanki bəziləriniz deyir ki, bəli, inanaram, gələrəm. Pulumu da sizə verərəm hətta. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Hələ də buna inanıb, bax, bu klinikaya gələnlər oldu. Özbəkistan vətəndaşı. Azərbaycana gəlib, özünə dırnaqarası biznes qurub. Deyir ki, əlimlə müalicə edirəm. Əlimi hara qoysam, o yer sağalır. Gülməli səslənir, başa düşürəm sizi. Ancaq biz o'zbeklar o'tirgan joyimizda ham ishimizni qilamiz. O'tirgan joyimizda biznesimizni qilamiz. Shart emas davlat borishga. Mana shaxsan meni Bishkekdan, Qozog'istondan, Tojikistondan taklif qilishdi. Yo'q, men borganim yo'q. Men o'tirgan joyimda biznes kerak bo'lsa, o'tirgan joyimda qilaman. Hayal Sulayman, mana shuni yetkazinglar shu Hayal Sulaymanga. Hayal Sulayman qardoshim, siz aynan mana shu Ozarbayjon xalqi ichida tibbiyot topolmagan kasalliklar bo'lsa, yig'ing, 1000 tami, 5000 tami, 10 000 tani yig'ing. Normalni bir kolonkani qo'ying, ovoz bir chiroyli, baland ovozda, baland ohangda chiqishlik uchun. Ana shu joyda avvalo Alloh shifosini bersin. Qancha bemor mana shu tibbiyot topolmagan kasallikdan aziyat chekyapgan bo'lsa, masalan, ana shu joyda, turgan joyida shifo topadi. Men o'tirgan joyimda mana shu Qur'onni shifoligini isbotlab qo'yaman. Aytadi-ku, lafz degan narsa bor, gap degan narsa bor. Menda shunaqa gapimga, lafzimga javob beradigan odamman. Avvalo Alloh shifosini bersin. Iltimos, mana shu Hayal Sulaymanga shu narsani yetkazib qo'yinglar. Albatta, Qur'on shifo. Men yana qaytar aytaman. Dunyoni u chekkasida turgan bo'lsangiz ham, mana shu internet tarmoqlarida uzilish bo'lib qolmasa, men albatta isbotlayman. Albatta dasturlarimizni kuzatishda davom eting va o'zingiz har bir mana shu holatlarga guvoh bo'ling. Alhamdulillah, kelgan insonlarni mana shu sohani men kasb qilib olmaganman. Kelgan insonlarni, ya'ni xastalik bilan, bemorlik bilan kelgan bemorlarni, kelyapti bemorlarni hali birorlari bir og'rinib ketishgani yo'q.
to'g'ri qaysi bir domlalar ortida kimlarnidir jo'natib boshqa qilishdi va hokazo qilishdi. Bitta narsani aytib qo'yaman. Mana shu Toshkentdan kelishdi, menda nomerlari bor, mashinasini raqamlari bor, menga qilgan tuhmatlari o'zicha ugrajat qilganlari bor. Men Toshkentdanman, men Namangandan va hokazo. Men Allohning bandasiman. Liboy joyda yitib yorib chiqaman. Liboy davlatda ham, O'zbekistonda ham yitib yorib chiqaman. Latabosh popga yetib olgandan keyin menga anaqa qilyapti. Telefon qilib, unaqa edi, bunaqa edi va hokazo. O'zing ko'rib turgan bo'lsang, Latabosh. Men gapimga отвечать qiladigan bo'laman. Tushundingmi? Sen Toshkentdanmisan? Yana aytadi, Namanganda tanishlarim bor, uxlamaysiz, boshqa qilmaysiz. Turgan joyingda uxlatib qo'yaman, aqlim yetadi. Kelgan mana shu bemorlardan chiqqan jinni shunda urib qo'yaman. Baxtim ochilmayapti, 34 ga kirdim va hokazo deb yig'lab kelding. Isbot dalili kelib turibdi. Yana aniga borib turib, qaysi domla jo'natdi? Truba bilan uradiganmi? Yo qamchilab uradigan domla jo'natdimi seni? Yo ruchka tiqib, ayollarni yotqizib olib, trubalar bilan ayamay uradigan nomahramlarni uradigan domlalaring jo'natdimi seni? Liboy domlanga vizov, отвечаю. Liboy domlanga. Xalq baho bersin, xalq isbotlasin. Alloh bergan xislat boshqacha bo'ladi. U Qur'onni o'qib suv deb qo'yilmaydi. Ma'birda o'qiladi. Allohdan so'raladi, Alloh bilan yuzlaniladi. Xullas, Latabosh nomering ham bor, o'zingning rasmlaring bor, mana bu joyda o'tirgan videolaring bor. Liboy joyga vizov. Liboy domlanga shu kim jo'natgan bo'lsa, shu qamchilaydimi, ruchka tiqib oladimi yo jinni olovda yoqamiz deydimi, bundoq qilib. Bir trubalarni ushlab olib, astag'firulloh. Vijdon, iymon bo'lish kerak. O'lim haq. Bir kun oldimizda o'lim bor. Topgan boyligingizni halol va haromini inshaalloh oxiratda javobini berasiz. Bizda dollar so'ralmaydi. Faloncha dollar berasan, shifo topasan deb. Avvalo Alloh shifosini bersin. Shuning uchun mana shu Ozarbayjonda qarindoshi bor fuqarolarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz. Mana shu Hayal Sulaymanga, qardoshimga mana shuni yetkazib qo'yinglar. Mana shu videoni. Ana shu turgan joyda menga aytdim-ku, tibbiyot topolmagan kasalliklar bo'yicha ham. Mana shu tibbiyot topolmagan kasalliklarda aziyat chekayotgan fuqarolar bor Ozarbayjonda ham. Juda ko'p davlatlarda bo'lganman. Ana shu bemorlardan, ya'ni xasta bemorlarni yig'sin. 1000 ta, 2000 ta, 10 000 ta. Va albatta mana shu baland qilib kolonkalarni qo'ysin, shu ovoz o'qilgan har bir sura va oyatni yaqqol eshitilib turishligiga va ana shular shifo topishligiga o'zi guvohi bo'lsin. O'zbeklar xonadonida o'tirib ham biznesni qilishni biladi. Hayal Sulaymon qardoshim, sog' bo'ling. Albatta dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Bundan da qiziqarli, ajoyib dasturlarni chiqarib boramiz. Sog' va salomat bo'ling.